uning eng ko'rishni xohlamaydigan ko'rinishi dal opasining o'limi edi. Joni ming taslikda o'zini to'xtatib, ikkinchi qavatga qaytib keladi. Lekin uyning ichida hech qanday saqlaydigan yer yo'q edi. O'yin saqlaydigan yer qayerda? Chang seni mot qilyotidi. Sen bu yerdan qochib ketaman deb ham xiyol qilma. Joni vaqirab-chaqirab ishlarni urib kechib ketmoqchi bo'ladi. To'satdan uning xotirasini g'uvalnishga boshlagan edi. Demak, bu asbob uning xotirasini chirtib, dodisidek divan qilib qo'ymoqchi edi. Joni pichoqdan birini ilib, u asbobni so'kib, ilib o'tishga tamshirdi. Dal mush vaqtda xizmatchi xodimlar yugurib kelib, uni to'sib oldi. Amaliyotda bayonlarning hammasi sistemaning uning ko'rsatgan malhum ta'siri edi. Zo'lab o'zining kaynidagi narsani yurutib qolsa, Joni jinidan ayrilib qolishi mumkin edi. Lekin bu chaqda sistemani faqatla to'xtatish mumkin bo'lmadi. Shuning bilan Vatashiva qo'l ostidagilarga buyruq tushirib, bu mag'lub bo'lgan sinoq tajriba oqchashqinni opirib ilgirki mag'lub bo'lgan sinoq obyektlari bilan birga so'lab qo'yishga buyurdi. Bu shirkat rostdan menga tajribasi ishlayotamdi. Joni qo'rqqandan chiqirib ketdi. To'satdan uning ko'z oldidagi barliq narsalar g'oyib bo'ldi. Yana Vatashivaning ishxonasi qaytib keladi. Aslida u bayotin yoqi izchil o'yin ishchisi edi. Joni bu o'yin ishchidan bir kecha o'tkazgan bo'lsa-mu, lekin amaliyotda bu jarayonda faqat net sekundda bo'lgan edi. Vatashiva uning rozi bo'lgudek haqni berib, uni yo'lga sap qo'ydi. Yurak texi o'ringa tushmagan Joni oxiri uyga qaytib kelib, uzun vaqtdan yo'q ko'rishmagan onasining yoniga asta eshikni ochib kirdi. Lekin o'ylamagan yerdan bu chaqda uning onasimi divanlik kasallik kirib tavib qolgan edi. U ko'z oldidagi o'g'lini faqatla toniy olmadi. Hamda nemishga o'g'lim qaytib kelmaydi deb o'g'lining ismini qayta atab o'g'liga telefon qilishga boshlaydi. Mana bu dal Jonining bu umrda eng qo'rqaydigan va eng ansiraydigan ko'rinishi edi. U asloshini yo'qotib butun ovozi bilan ona deb qattiq to'laydi. To'satdan u yana eng dastlabki ishxonaga qaytib keladi. U og'izda opa deb varqirg'ash, badallari qattiq titrayotdi. Oqibatda u jinidan ayrildi. Vatashiva bu ahvolni ko'rib, qarxotinni nemishga telefonni taqib etmading deb ayblaydi. Chunki onasidan kelgan bu telefon sistemaning signaliga ta'sir qilib, sistemada xatolik ko'rilib, Jonining mengisini kuydirib etgan edi. Uning jasadi xodimlar tarafidan akitildi. Uningga shunchalik uzun tuyulgan bu qarichush amaliyoti faqat 0.4 sekundda davom qilgan edi. Mana bu qatlam cho'nqurlab sizni vahimaga ilib keladigan vahimlik bir o'yin bo'lib, Jonining beshiga kelgan shunchalik vahimlik ishlarning orasida uning eng qo'rqitib jinni olg'ini bo'lsa, opasining dadisiga o'xshash kasal bo'lib qilib uni unutib qilish edi. Agar bu o'yinni siz o'ynab qolsangiz, siz nimadan bakrak vahimis qiladingiz? Odamni o'yga soladigan yana bir savol shuki, Joni zodi yana o'yinning ishidimi yoki rostli o'lib ketdimi?